Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bugun eng jengil harfni o'rganirmiz. Lam harfi yozilishi da jengil. Bizning l harfine de o'xshagan ul lam harfi. Lam. Ne uchun jengil? Chunki boshында da ul mana shulay yozilib ketadi, o'rtasida da naq bizning l harfi shekilli. Masalan, boshында da shulay yoziladi, o'rtasida naq bizning l harfi shekilli mana shulay yoziladi. Ham oxirida da endi shulay deb yozilib qo'yiladi. La. Yumart harf ikki yoqqa da qo'lin suza. Ikki yoqdan da endi yolg'ana. Ham endi yumshoqqina o'qiladi. La, li, lu deb. Masalan, misol lahab. Lahab. Lahab tabbat yada abi lahmi wa tab. Lahab. Ko'rdingizmi? Nishik boshida yozildi. Lahab. Masalan, o'rtada balad. Balad. O'rtada yozildi shulay. Balad. Masalan, fil. Fil. Nashushi siziqning deyik. Lsishiga mana bu baliqni toptiran qarmoqqa shon deytini shulay bit. Nashushi burilib jetgan yer, shushi siziqning endi bu yog'ina shiga. Bu bog'anasi deyik. Usta siziqning, mana bu burilib ketgan yeri bu bizning siziqning ostida. Ammo siziqning boshida, masalan, bir narsada chiqmay, masalan, harf bunda ekan, nima? O'rtada ekan. Siziqning ostga chiqib ketadi, oxirida bo'lganda ona. Mana shulay. La, li, lu. Masalan, al. Al-layl. 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 Demak, biz ko'rdik, lam harfi nishik boshida yoziladi, shulay bit, nishik o'rtasida, nishik oxirida. Bizga hozir endi qaboqlar uchun ko'prokkina yozishlar kerak. Subhanakalloh bihamdik va ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.